Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men kentimiz, ya'ni Meniyada. Qo'limda dаңlıq tarixshunos olimimiz marhum Turg'un Almasning Uyg'urlar nomli kitobi. Mazkur kitap 3 cho'ng qismga bo'lingan, ya'ni g'ullarning qisqacha tarixi, Uyg'urlar va Uyg'ur qadimgi adabiyoti. Men ikkinchi cho'ng bo'lim, ya'ni Uyg'urlar degan bo'limdagi ikkinchi bob Batur Tangriqut. Birinchi Baturning Tangriqut bo'lishi degan mazmunni o'qib beraman. Andin o'tganki va'dam bo'yicha O'g'iznoma degan bu tarixiy doston haqida texmo kengroq tushuntirish berilgan bo'limni o'qib beraman. Xo'sh, boshlayatdik. Baturning Tangriqut bo'lishi. Onlar milodidan 3 asr burun misli ko'rilmagan holda kuchaydi. Shu chaqda onlar milodining burunqi 209-yilidan milodining 216-yiligacha 500 yil hukm surgan qudratli Hun Tangriqutligi, ya'ni imperiyasini vujudga keltirdi. Qudratli Hun Tangriqutligining territoriyasi sharqda Ulug' okean qirg'oqlarigacha, shimolda Lena daryosi, Boyko'l, ya'ni Balqash ko'li, Yansay daryosining o'tra iqillarigacha, janubda Sadichin sepiligacha, g'arbiy janubda Hindiston, ya'ni Sinduning shimoligacha, g'arbda Kaspiy dengizining bo'ylarigacha so'zilgan. Mana shu qudratli ulug' Hun Tangriqutligini onlar tarixida o'tgan harbiy strategiya, taktika, san'ati jihatda o'z zamonasida tangdishi yo'q. Siyosiy diplomatiyada ajoyib to'yg'un, davlat tashkilini mukammallashtirishda mislsiz talant egisi, jangovarlikda karomat qahramon, izzat hurmatda o'zini Tangrining mag'rur o'g'li deb atagan Batur Tangriqut vujudga keltirgan. Batur Tangriqut Tuman Tangriqutning cho'ng o'g'li bo'lib, u boshda Tuman Tangriqutning varisi qilib belgilangan. Keyin Tuman Tangriqut o'z qaroridan yeni bilib, kichik olchisi, ya'ni kichik bekasidan tug'ilgan kichik o'g'lini o'zining taxtiga varis qilib tayinlab, Baturni varislikdan qoldirgan. Qadimki chaqlardagi diplomatiya qoidasiga binoan ikki davlat orasida tuzilgan ahdinomaning buzilmasligiga kapolatlik qilish uchun bir taraf yana bir tarafga o'g'illaridan birini avatadigan odat bor edi. Tuman Tangriqut o'z niyatini amalga oshirish uchun taxminan milodidan 216 yillar burun Baturni ulug' yovchilar xonligiga Go'raga avatadi. Bu ishqa Batur qattiq norozi bo'ldi. Eng qadimki chaqdan tortib yaqinqi chaqqicha bo'lgan nurg'un tarixiy faktlar bo'yicha hukm qilganda, Go'raga avatilgan xonzodalar hayoti fojialik taqdirga uchraydi. To'li chaqlarda ikki davlat orasida tuzilgan ahdinomalar buziladi. Shundaq ahvol yuz berganda, Go'raga avatilgan xonzodalar o'ldiriladi. Batur mundaq fojialik ahvolning tug'ilish ehtimoli borligini bilganligi uchun onlar bilan ulug' yovchilar munosabatidagi ahvolning yuzlanishini tinglab, ahdinomaning buzilib, onlar bilan ulug' yovchilar orasidagi munosabat yomonlashib, urush bo'ladigan paytni bayqab, shundaq vaziyat tug'ilgan hamon ulug' yovchilar xonligidan qochib ketishga tayyorlanib turgan. Ulug' tarixchi Simachenning ma'lumot berishicha, xuddi Batur mo'lcharlagandek, onlar bilan ulug' yovchilar o'tirsida tuzilgan ahdinomalar buzildi. Tuman Tangriqut ulug' yovchilarni tarmar keltirish uchun qo'shin mangdirdi. Batur 10 qo'shinlari besib kelishdan burun ulug' yovchilar xoni minadigan tulpar otni minib yovchilardan qochdi. Ulug' yovchilar yuz bergan voqeani vaqtida sezib,
onun keynidan qoğlagan bolsumu, Batırını qoğlap yetmek bu yoqda tursun, onun qarısını mı görəlməydi? Batır ulug' yavchilarning poytaxti Sondebil, ya'ni hozirgi Gansudagi Jongyi atrofidan qechib, bo'ron chiqqanda dahshatlik dengiz to'lqinidek qo'zg'alib turadigan xatarlik Tangri qumliqidan, ya'ni hozirgi Ningxia, suvsiz cho'l bayavandin, cheti ufuqqa tutishib turadigan yap-yeshil o't-cho'plik yayloqlardan o'tib, ularning poytaxti Tuman Baliqqa, ya'ni hozirgi Ko'kxo't shahri atrofiga qaytib keladi. O'g'lining ajoyib ho'shyor qaysarligini ko'rgan Tuman Tangriqut Baturga qoyil bo'ladi. Uni 10 otliq qo'shinlarni tashkillab, mashq qildirib, jangga tayyorlashga qo'ydi. Bundaq yaxshi imkoniyatga ega bo'lgan Batur darhol ovozliq o'qya kashf qiladi. U o'zi mashq qildirib, urush qoidalarini o'rgatayotgan 10 otliq jangchilariga mundaq deydi: Agar men mushu ovozliq o'qyayimni nimaga qartib olsam, sizlarmi qilchi kelanmasdan shu narsani nishonlab o'qyadan o'q uzinglar. Buningga xiloflik qiladigan bo'lsanglar, hammanglarning kallasini olaman. Bir kuni Batur ovozliq o'qyasini o'zi mindigan tulpar atqa qartib atadi. Uning jangchilari Baturning yaxshi ko'radigan tulpar etini nishonlab etishga ko'z qiymaydi. Batur qilchi rahim qilmasdan buyruqni o'rinlamagan jangchilarning kallasini oladi. U yana yuqoridagi buyruqni takrorlab, bundan keyin xiloflik qiladiganlarning taqdiri o'lim bilan oyoqlashadiganligini eslatib, otliq jangchilardan va'da oladi. Ancha uzun o'tmayla Batur o'zi yaxshi ko'radigan go'zal olchisi, ya'ni bekasini nishonlab ovozliq o'qyasini otadi. Bu qitimmi uning jangchilari bergan va'dasini o'rinlashga jur'at qila olmaydi. Ular kallasidan ayriladi. Ikki qitimliq fojiadan saboq olgan boshqa jangchilar Baturning qat'iy va g'azab bilan qilgan ogohlantirishni olgandan keyin uning degani bo'yicha harakat qilganligini bildirishib, qasamyod qilishdi. Tuman Tangriqut kunlarning birida 10 xonlarni va kichik olchisi, ya'ni bekasi o'g'illarini elib ovga chiqdi. Batur mush fursatni g'animat bilib, otisi Tuman Tangriqutni, o'gay onasi, o'gay ukallarini, o'zi yomon ko'radigan 10 xonlarni qo'ymay o'ltirib tashlaydi. Bu qitim Baturning ovozliq o'qyasi nemini nishonlab etilgan bo'lsa, uningga sodiq bo'lgan bir to'p 10 otliq jangchilari o'qyalarini shuning qartib atadi. Batur maqsadga yetadi. Ehtimol Baturga qarshi bo'lganlar bilan Batur tarafdorlari orasida nihoyat qattiq qonliq urushlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Batur mana shundoq usul orqali 10 Tangriquti bo'ladi. Bu vaqa milodidan 210 yil burun yuz bergan. Yuqorida Baturning hokimiyat ustiga chiqish uchun nihoyat abjil usul qo'llanganligi, intayin rahimsizligi, ya'ni o'z otisi Tuman Tangriqutni o'ltirishdanmi yalmaganligi bayon qilingan bo'lsa-mu, eng muhimi uning nihoyat ho'shyor, aqlliqligi, ya'ni yovchilardan qechish paytini poylab turganligi, ovozliq o'qyani ijod qilganligi, hokimiyatni elishda qo'llangan usul odamni hayron qoldirdi. Endi bu bölümde efsane ve rivayetler degan temadagi bir bölüm var. Bunun da şu Oğuzname tushuntiriladi. Xo'sh, boshlaylik. Kitob xeyli ig'ir. Efsane ve rivayetler. Uyg'urlar ajdodining kelib chiqishi to'g'risida Yahudilar, Yunonliklar, Eronliklar, Türklar va Jungoning qadimki yilnomalari ham dostonlarda
bir qator afsona va rivoyatlar xotirlangan. Albatta, afsona va rivoyatlarda tasvirlangan voqealarga asoslanib, tarixdagi muhim masalalar to'g'risida hukm chiqarg'ili bo'lmaydi. Lekin afsona va rivoyatlar tarixiy chinliqni ma'lum darajada aks ettirib beradi. Shunga bizga ajdodlarimizning kelib chiqishi to'g'risidagi afsona va rivoyatlar bilan tanishib chiqishning ziyni yo'q. Yahudiy rivoyatlarida Nuh payg'ambarning Turk degan bir o'g'li bo'lib, Turklar shuning avlodi deyiladi. Yahudiylar bu rivoyat orqali Turk xalqlarining kelib chiqishini o'zlariga bog'laydi. İranlıqlarning rivoyatida bizning eng qadimki ajdodimiz bo'lgan Olib Artunga, ya'ni Afrasiyabni İranning afsonaviy qahramoni Siyavush bilan tuqqan qilib ko'rsatdi. Lekin bu rivoyatlarning hech qanday ilmiy qimmati yo'q. Chunki Yahudi va İranlıqlarning Turklar to'g'risidagi bu rivoyatlari Tavrat bilan Shahnomedagi qilcha real asosi bo'lmagan afsonalarga asoslangan. Ajdodlarimizning kelib chiqishi to'g'risidagi rivoyatlarning bir qadar tarixiy haqiqatga uyg'unroq keladiganini O'g'iznoma dastoni bo'lsa kerak. Hunlar imperiyasining, ya'ni milodidan 3 asr burunqi chog'dan tortib, milodining 216-yiligacha hukm surgan eng qudratli davri milodidan 240-yillar burunqi vaqtdan tortib, milodining 48-yiligacha Batur Tangriqut, milodidan 209-yil burunqi chog'dan tortib, milodidan 175-yil burunqi chaqqicha Tangriqut bo'lgan ning davri bo'ldi. Endi mavu jillani demaylan bir o'quy. Hunlar imperiyasining eng qudratli davri Batur Tangriqutning davri bo'ldi. Batur Tangriqut davrida Hun imperiyasi mislsiz darajada qudrat topdi. Shuning uchun Türk xalqlari Batur Tangriqutning hurmati va shon shuhratini texmi yuqori ko'tarish maqsadida O'g'iznoma dastonini yaratib, uningda Batur Tangriqutni ilohlashgan bir afsonaviy qahramon darajasiga ko'tardi. O'g'iznoma dastonida Batur Tangriqutning Jungu, Hindiston va Yevropaga qadar qilgan yurishlari, Osiyoning shimoliy qismidagi joylarni tamoman ishg'ol qilganligi tasvirlangan. Demisimi Batur Tangriqut milodidan 177 yil burun kitobning eg'irligidan G'arbga qilgan yurishlarida O'rta Osiyo va G'arbiy Osiyodagi davlatlarni bo'ysundirib, Kaspiy dengizining bo'yigacha borgan edi. O'g'iznoma dastonida mundaq deyiladi. Bir kuni Ayxonning ko'zi yoridi. Bir o'g'il tug'di. O'g'ilning chochlari, qoshlari qora edi. Ko'zlari ko'k, og'zi cho'g'dak qizil edi. U hur parilardan chiroyli edi. Uning puti buqining putidek, beli bo'ri belidek, mo'risi qora bulg'un mo'risidek, ko'ksi iyiq ko'ksidek edi. U yilqilarni boqatdi, atlarga minatdi, ovlaydi. Kunlar o'tib, tunlarni o'tib, u yigit bo'ldi. Kunlarning birida O'g'iz Xaqon Tangriga sig'inib o'tdi. Atrof qorong'ulashib, osmondan bir ko'p nur tushdi. Bu nur kundanmi nurliq, oydinmi yo'riq edi. O'g'iz Xaqon uning qishig'i berib, bu nurning ichida bir qiz borligini ko'rdi. Qiz tanho o'ltiradi. U qiz intayin chiroyli bir qiz edi. Uning peshonasida otashdek nurliq bir meni bo'lib, bu meni qutub yulduziga o'xshatdi. Bu qiz shunchalik go'zal ediki, u kulsa ko'k tangrimi qo'shilib kuladi. Yig'lasa ko'k tangrimi billa yig'lar edi.
Oğuzxan bu qizni ko'ribla as ho'shini yo'qotdi. Uningga kuyib qoldi. Qizni oldi. Uning bilan billa bo'lib armoniga yetdi. Qiz homildor bo'ldi. Kunlar o'tib, tunlar o'tib, uning ko'zi yoridi. Va 3 o'g'il tug'di. Tunjisiga kun, o'ttiranchisiga oy, kenjisiga yulduz deb at qo'ydi. Bir kuni Oğuzxan ovga chiqdi. O oldidagi ko'lning o'ttirisida bir daraxt ko'rdi. Daraxtning kovukida bir qiz yolg'iz o'ltiradi. O bakmi chiroyli bir qiz edi. Uning ko'zi osmondan ko'krak, chechi xuddi daryo suyidek, tishlari unchidek edi. Oğuzxan uni ko'ribla as ho'shini yo'qotdi. Yuragiga o't tutashdi. Onunğa köyüp qaldı və onu aldı. Onun bilan billa bo'lib telekiga yetdi. U qiz 2 qat bo'ldi. Kunlar o'tib, tunlar o'tib, uning ko'zi yoridi və 3 o'g'il tug'di. Tunjisiga ko'k, o'ttiranchisiga tog', kenjisiga dengiz deb at qo'ydi. Bu tasvirlardan Oğuzxanning ilohlaştırılganlığı aniq ko'rinib turadi. Oğuzname dastanındaki Oğuzxanning 2 ayoldan tug'ilgan 6 o'g'li Uyg'urlarning qon qerindishi bo'lgan Oğuzlarning 24 uruqining ajdodi qilib ko'rsatildi. İran tarixchisi Rashidinning İran tarixchisi Rashidinning Jami'ut Tavarix nomli asarida keltirilgan Oğuzxan rivoyatida Oğuzlarning 24 uruqining ajdodi Oğuzxanning 6 o'g'li deyilgan. Oğuzxan ömrünün axırda özünün nəhayət aqılliq vəziri Uluq Türk'nin acayip bir tuş görgənligini anladı. Uluq Türk günlərinin birdə mundaq bir tuş gördü. O tüşüdə bir altın ya bilən 3 kümüş oq gördü. Bu altın ya ta ki gün çıxışdan ta ki gün keçişkiçə tartılған. Bu altın ya gün çıxışdan ta ki gün keçişkiçə tartılған. 3 kümüş oq bolsa şimalını görsütüb durardı. Uluq Türk oyğunub düşüdü görgənlərini Oğuzxanğa aytib berdi. Oğuzxan bu düşkə Uluq Türk'nin bergen təbiri və məsləhətiga asaslanıb gün, ay, yulduz atlıq 3 oğlunu şərqqa, kök, tağ, dengiz atlıq 3 oğlunu ғəribga əvətdi. 6 oğlu özü barğan tərəflərdə ovlap yürüb, özləri xiyalığını keltirməyən nərslərə uçurdu. Gün, ay, yulduz atlıq oğulları yoldan bir altın yanı tepib aldı. Altın yanı atsı Oğuzxanğa əkilib berdi. Kök, tağ, deniz atlıq oğulları yoldan 3 kümüş oq, yani oq yanın oqunu tepib aldı. 3 kümüş oqni Oğuzxanğa əkilib berdi. Oğuzxan altın yanı 3'gə bölüb, gün, ay, yulduz atlıq oğullarına berdi. 3 dal kümüş oqunu kök, tağ, deniz atlıq oğullarına berdi. Oğuzlarning 24 uruqi 2 cho'ng tarmoqqa bo'linadi. Biri buz oq tarmoqi deb ataladi. Ular Oğuzxanning oltin yani sundurib 3'ga bo'lib taqsimlab bergan 3 o'g'li, ya'ni kun, ay, yulduzning avlodi deb qaraladi. Qolgan 12 uruq 3 oq tarmoqi deb atilib, Oğuzxanning 3 dal kumush o'qini taqsimlab olgan 3 o'g'li, ya'ni kök, tağ, dengizning avlodi deb qaraladi. İran tarixchisi Rashidinning Jami'ut Tavarix nomli bu asarida naql keltirilgan ma'lumotga asoslanganda
Oğuz dastаны boyunca Oğuzlarının 24 urukının namları mundaq bolğan. Mayada 24 nam barken, kögül olamken, kögül bolmamken. Bunun da bir okuyta ya. Yani Oğuz han. Andın buz oklar, 3 oklar. Buz oklarda yıldız, ay, gün. 3 oklarda kök, tağ, deniz. Andın buz oklardan 12 avlat, yani Qay, Bayat, Ak İvli, Yazgir, Dudurga, Dogir, Yaparlu, Avşar, Bək, Deli, Qarqın, Çarıqlu. Əmdi 3 oklardan boğan kök, tağ, denizlerde köknün avlatları Bayındır, Juvuldur, Cipni, Piçenek. Tağның Salur, Alayuntlu, Aymur, Ürigir. Andın deniznin avlatlarından Avşar, Bəgdeli, Qarqın, Çarıqlu. Bu bir aile nesepnamısidek tızılğanken 24 avlat. Buz oklar Oğuzlarının 10 kanatını, 3 oklar Oğuzlarının sol kanatını təşkil qılıdı. Bu Şərq Uyğurlarının naiti çoğun bir tarmıqı bolğan Oğuzlar toğrısıdaki məlumat bolup, Şərqi Oğuzlar Uyğur qağanlıqı tərkibede idi. Hazırkı zamandaki bəzi məşhur tarixşünaslar Oğuzxanның rivayetideki Oğuzxanның dadısı Qaraxanni Batur Tanrıqutның dadısı Tümen Tanrıqutның özü dep hesaplaydı. Miladının 840 yılı Kışla degen şundaq sayrak git bardı. Çokum elindi avaz qıttım. Yaxış. Voilà. Miladının 840 yılı Şərqi Uyğurlar Monqoliyadan O'rta Asiya köçkende Şərqi Oğuzlar Ertiş, Balqaş, Aral köllərinin boyuğa köçdü. Mahmud Qashqari mana şu Oğuzlarının küçəyən çeğidiki, yani 1040 yıldan 1157 yılgacha qabilevi ahvalını yezip qaldırgan. O Oğuzlar Türk qabilelerinin biridir. Oğuzlar Türkmenlerdir. Ular 22 uruqqa bölünüdü. Her birinin ayrım belgisi mallarga basıdığan tamğısı var deydi. Mahmud Qashqari Oğuz qabila uruqlarının sanını 22 dep, o qabilelerinin namını mı bir-birlep atap ötüdü. Biz yuqorida tilga algan 24 uruqның namı Mahmud Qashqari atagan Oğuz qabila uruqlarının namı bilen asasen oqşaş. Mahmud Qashqari faqat 2 uruqның namını yazmagan xalas. Oğuz nam dastanı Oğullar, Uyg'urlar, Türklerinin kelip çıkışı cihattin bir-biriga qeyrindaş ekanligini isbotlaydi. İran ve Türk rivayetlerinde aytilgan Afrasiyab miladidan 7 asr burun ötken en meşhur kahraman ecdatlarımızın biri bolup, onu ecdatlarımız Alıp Ertuğ'a dep atagan. Alıp Ertuğ'a miladidan 7 asr burun ecdatlarımız O'rta Asiyadan Qara deniz boyıgacha sozulgan keng territoriyada qurgan Sak imperiyasının meşhur qağanı bolgan. Bu imperiyani İranlıqlar Turan dep atgan edi. Bu dövlet miladidan 7 asr burunqi çağdan tartib miladining 2 asrigacha hüküm sürgen.
Turan qağani alıb Ertuğ'a haqqidagi ma'lumot eng avval Atashparastlarning muqaddas kitobi Avesta'da berilgan bo'lib, uningda u Turan podshohi Turan podshohi Afrasiyab deb atalgan. Ulug' Paris shoiri Obul Qasim Firdavsi G'aznavilar sultoni Mahmud G'aznavi, ya'ni milodining 997-yildan 1030-yilgacha sulton bo'lgan. Ning topshiriqi bo'yicha yozgan o'zining Shohnoma nomli dostonida Turan Xaqani Afrasiyabning İran podshohi bilan elib borgan urushlari haqida nihoyat ko'p joyda to'xtalgan. Mahmud Qashqarining Turk tillar divonida bergan ma'lumotga qaraganda, olib Ertuğ'a havosi yaxshi bo'lgan Ordu kent, ya'ni Qashqarda turgan ekan. Bu chaqda kuchli Paris imperiyasi hujumga kelgan edi. Milodidan 7 asr burun İran Ahmonilar sulolasi, ya'ni milodidan 700 yil burunqi chaqdan tortib milodidan 330 yil burunqi chaqgacha hukm surgan. Ning podshohi Kayxisrav, ya'ni milodidan 633 yil burunqi chaqdan tortib milodidan 584 yil burunqi chaqgacha podshoh bo'lgan. Turan Qağani Afrasiyabni mag'lub qilganda Afrasiyab sharqqa chekinib Altay atroflarigacha kelgan. Bu jumlani jillani demay bir o'qing. Ya'ni milodidan 7 asr burun İran Ahmonilar sulolasining podshohi Kayxisrav Turan Qağani Afrasiyabni mag'lub qilganda Afrasiyab sharqqa chekinib Altay atroflarigacha kelgan. Keyin Afrasiyab o'z davlatining g'arbiy qismiga qaytib kelib, milodidan 625 yil burun Ozarbayjonda İranliklar bilan yana tutishgan. U bir jangda mökünüp yatgan İran askarining o'qyodin atgan o'qi bilan o'lgan. Olib Ertuğ'a to'g'risidagi Türk rivoyati bo'lsin yoki İran rivoyati bo'lsin, bu rivoyatlarda bizga aniqlashga tegishli ikki masala yo'l qo'ydi. Uning biri olib Ertuğ'a tarixda rostli o'tgan qahramonmi yoki afsonaviy qahramonmi? Yana biri Yunonliklar Sikif deb atagan, İranliklar Sak deb atagan xalqlar Türk irqiga mansub xalqmi yoki İran nasllik xalqmi? Chiroyli qotib o'tdi ayet. Biz olib Ertuğ'ning tarixda rostli o'tgan qadimki ajdodimiz ekanligini isbotlaydigan faktlarga ega. Mahmud Qashqarining Turk tillar divonida olib Ertuğ'a to'g'risidagi motam qo'shoqlarining parchalari keltirilgan. Olib Ertuğ'a o'ldimi, yomon dunyo qoldimi, palak uchini oldimi, endi yurak yirtilur. Qağan Afrasiyab o'ldimi, bevafo dunyo uningdan qutuldimi? Palak uningdan uchini oldimi? Endi uning uchun zamonga nafratlanib, yuraklar pari bo'lmoqda. El bo'ridak huvlashdi, yirtib yoqi yig'lashdi, faryod chekib dotlashdi, ko'zlar yoshga qoplanur. Odamlar Afrasiyabning o'limiga ichinib, bo'riga o'xshash huvlashdi. Urib, yoqalarini yirtishdi. Ba'zida mungluq nag'ma ovozidek unsilib faryod chekishdi. Ko'p yig'lab, ko'zlari ko'rmas bo'lib ketdi. Olib Ertuğ'ning matimiga yetib kelgan baglarning shu chaqdagi ruhiy holatiga beg'ishlangan qo'shoqda yana mundaq deyilgan. Baglar etini harg'uzdi, qayg'u ularni turg'izdi.
Мәңзи yüzi sarğaydı, sürtülgəndək zəpran. Bəylər atlarını harğuzub kelişdi. Ularını qayğı bastı. Yüzləri zəpirəngdək sarğaydı. Divanda keltirilgan bu 3 kuplet qo'shiq ajdodlarimizning milodidan 7 asr burun Alip Ertuğan'ın ölümüge beg'ishlab yaratgan tarixiy dastonining saqlanib qolgan parchalarıdır. Alip Ertuğan haqidagi bu qo'shiqlar Alip Ertuğan'ın tarixda o'tgan haqiqiy tarixiy qahramon ekanligini, onun ajdodlarimizning qalbidan cho'nqur o'rin olgan ulug' qog'onlarimizning biri bo'lganligini isbotlaydi. Alip Ertuğan milodidan 625 yil burun olamdan o'tgandan keyin Turan davlati, ya'ni Saklar davlatiga Amruq Tumaris shu otliq xallarning yetakchilik qilganligi ma'lum. Kayxisrav o'lgandan keyin uning qerindishi Astyak podshoh bo'ldi. Uningdan keyin Ahmonlar sulolasiga Kaykavus, Yunoncha Krus podshoh bo'ldi. Kaykavus, ya'ni 529-yildan 555-yilgacha Saklarga hujum qilib, Saklarning xoni Amruqni asir oldi. Yunan tarixchisi Ketsi milodidan 400 yil burun o'tgan Saklarning xoni Amruqning ayoli Sima Petraning erkak va ayollardan qo'shin tashkillab Iran bilan urushganligi. Urushda uning Kaykavusni mag'lub qilib, Amruqni ozod qilganligini yozdi. Ketsning ma'lumoti qaraganda, shuningdan keyin Saklar Kaykavus bilan ittifoq tuzgan. Lekin Kaykavus bitimga amal qilmay, milodidan 529 yil burun O'rta Osiyoga besib kirgan. Herodotning, ya'ni milodidan 5 asr burun o'tgan bergan ma'lumotga qaraganda, bu chaqda masketlar, ya'ni ulug' Saklarga Malika Tumaris yetakchilik qiladi. Kaykavus O'rta Osiyoga qilgan bosqinchilik yurishida Omu daryosining orqasidagi cho'llarning ichkirisiga kirib qilib, o'zining orqa sepidan ayrilib qolgan. Kaykavus mag'lubiyatga uchragan va jangda o'lgan. Herodot bizga Kaykavusning bu yurishining tafsiliy ahvolini yozib qoldirgan. Herodot bu tafsilotlarining tasvirini Tumaris haqidagi rivoyatdan olgan. Tumaris to'g'risidagi rivoyatda uning bir tulumga qon to'ldirib, jangda o'lgan Kaykavusning beshini qonga to'ymas, qonxo'r qonga to'ysin deb shu tulumga tiqqanligi aytiladi. O'rta Osiyo xalqlarining ulug' onasi, aql, farosatlik, botir yuraklik, vatanparvar Turan xotin qizlarining shonliq ulgisi bo'lgan Tumarisning Alip Ertuğan'ın əvrisi ekanligi ehtimolga nihoyatda yaqin. Pavel Wittekning hukmicha Tumarisning ismi Tömür bo'lib, Yunan tarixchilari tarafidan Tömüris deb yozilgan. Biz yuqorida Türk tillar divanidagi Alip Ertuğan'a beg'ishlangan daston parchalarini, Alip Ertuğan ve onun varislari to'g'risida Yunan, İran manbalarida aytilgan rivoyatlarni tilga oldik. Tövəndə Jungoning o'rta asrdagi tarixchilari yozgan yilnomalaridanmi misol keltiramiz. Milodining 714-yili Eltirish qutlug' qog'onligi, keyin qurilgan Sharqiy Turk qolganligining qog'oni Qapağan Qağan, yani 692-yildan 716-yilgacha 5 baliqni Tang imperiyasidan tortib olish uchun o'z o'g'li To'nga Tekin qo'mondonligida bir turkum turk qo'shinlarini 5 baliqqa mangdirgan. To'nga Tekin 5 baliqni muhosiraga olgan. U kunlarning birida o'zi otliq
yalğız Beşbaliq şəhərinin sepili tüvəyə kelib ahvalını közətgan. Və şu paytda Böktürmüdə yatqan düşmən tərəfindən öldürülgan. Türklər şunundan başlap hər yili Toңa Tekin ölgən күні onu xatirləb murasim ötküzdüğən bolğan. Bu Türklərinin ən qədimki əcdadi Alip Ertuğanın namı qoyulğan Toңa Tekinni xatirləş arqılıq Alip Ertuğanı xatirligənligini düşəndirdi. Miladidan 329 yıl burun İskender Zulqarnayn O'rta Osiyoga besib kirganda, onunğa qarşı Türk qağanının qo'shin avatganligi to'g'risida Mahmud Qashqari mundaq deb yozgan. Manga Muhammad Chaqur Tunqa xon o'g'li Nizomiddin Isrofil tug'an Tekin o'z otasidan anglaganlarini so'zlab berib, mundaq degan edi. Zulqarnayn Uyg'ur eliga yaqinlashganda Türk qağani onunğa qarşı 4000 adam avatgan. Ularning qalpaqlarının qanatlari lachin qanatlarga o'xshash ekan. Ular o'qni oldiga qandaq atsa, keynigimi shundaq ustuliq bilan atadi ekan. Zulqarnayn ularni ko'rib hayron qoldi. Mahmud Qashqari tilga olgan bu rivoyat İskender O'rta Osiyoga besib kirgan zamondagi tarixiy ahvolga uyg'un keladi. İskender miladidan 334 yıl burun 30 ming piyoda askar, 5 ming otliq askardan tarkib topgan qo'shinga tayinib sharqqa yurish boshlagan. U 10 yil ichida Kichik Osiyo, Suriya, Finika, Misr, İran, O'rta Osiyo mamlakatlarini va Hindistonni bo'ysundirib olgan. İskender şu yürüyüşlerinin biride, yani miladidan 331 yıl burun, İran Ahmanilar sulalısının padişahı Dara 3'nin qo'shinlari Gavgamil degan joyda üzül kesil tarmar qilgan. Dara 3 sharqqa qarab qaçqan. Onu öz nəsldən bolğan BCC, yani bakteriya və soğdiyanağa qoyulgan Ahmanilar valisi öldürgen. BCC O'rta Osiyoga keçip kelib saklardan yardım so'rgan. Şu çağda O'rta Osiyodagi saklarning şu namliq xoni bar edi. O Mahmud Qashqari tilga olgan Türk qag'ani Tumarisning varislaridan biri deb qiyos qilingan shuning o'zi bo'lish ehtimoliga nihoyat yaqin. İskender O'rta Osiyoga besib kirgan BCC'ning iltimosiga ko'ra emas, balki o'z mustaqilligini saqlab qilish maqsadida 4000 kishilik otliq Uyg'ur qo'shinini İskenderga qarshi mangdirgan Türk qag'ani mana shu edi. Qandaqla bo'lmasin, saklar İskenderdan mag'lub bo'lgan va g'arbga ko'chib Issiqko'l atrofidan Qashqargacha kelgan. Sak deb atalgan ajdodlarimizning birinchi qitim g'arbga Altay atroflariga ko'chishi milodidan 7 asr ilgari Alip Ertuğan'ın Kayxisravdan yengilib qolgan davrida bo'lgan edi. Yana bir qitimliq ko'chish İskender O'rta Osiyoga bostirib kirgan mana mushu davrda bo'ldi. Kitap ig'rib og'ash bilaklarim. Davomlashtiray. Ben azroq qapti. Ketamizim. Saklar aslida qadimki chaqlarda G'arbiy Sibiriyada yashagan. Ular milodidan 10 asr burun o'zlarining sharqda yashaydigan qarindoshlari sarmatlarning hujumiga uchradi. Shu sababdan saklar janubga surilib, Qora dengizning shimoliga ko'chdi. Shuningdan boshlab saklarning bir qismi İran nasllik xalqlarining ta'siriga uchrab, ma'lum darajada ironlashgan bo'lsa-mu, ammo Türk irqiga xos xususiyatlarini asosan saqlab qoldi. Bugungi kunda Türkiy xalqlarining eng burunqi qabillaridan biri bo'lgan Yaqutlar
hozirmi o'zlarini sak deb atışıdı. Saklarning diniy e'tiqodi va urf-odatlari Hunlar va turklar bilan o'xshash edi. Saklar Hunlar va turklarga o'xshashla shaman diniga e'tiqod qiladi. Saklarning axloqiy va urf-odatlari to'g'risida Hippokratning bergan ma'lumoti bilan Hunlar va turklarning axloqiy urf-odatlari to'g'risida Jungoning qadimki tarixchilarining bergan ma'lumotlari o'xshash. Saklar chorvachilik bilan shug'ullanadi. Ularning asosiy ozuqi go'sht, qimiz edi. Ularmi Hunlar va turklarga o'xshash odamning bosh so'nkini ichimlik ichadigan qadah o'rnida ishlatadi. Saklar Hunlar, turklar va o'ysunlarga o'xshash otasi o'lsa, o'gay onasini xotinlikqa oladi. Ular Hunlar, turklar va uyg'urlarga o'xshashla ot ustida ketib yetib, o'qiyani degan nishonga tekkizalaydi. Hunlar, turklar, uyg'urlar shaman aqidasi bo'yicha kunga, oyga cho'qinadi. Saklarmi shunday qiladi. Lekin saklar quyosh tangrisini bakrak oliy biladi. Hunlar bo'lsa oy tangrisini bakrak hurmatlaydi. Shuning uchun Hunlar urush harakatlarini oy to'lganda elib boradi. Oy kichiklashga boshlaganda qo'shinlarni chekindiradi. Uyg'urlar o'z ismlarining beshiga kun, oy so'zini qo'shib atashni yaxshi ko'radi. Uyg'ur Orxun qag'anligining 20-avlod qag'ani o'zini kun tangrida ulug' bo'lmish qo'ch kuchlik beliga qag'an deb atagan edi. Eltekin bo'lsa o'zini oy tangrida qut bo'lmish, el tutmuş qo'ch quluq belga qag'an deb atagan. Bu misollardan Hunlar, turklar, uyg'urlar bilan saklarning urf-odatlarining tomurdash ekanligini belgilab bo'ladi. Saklarning tarixda gullangan vaqti milodidan 7 asr burunqi chaq bo'lgan. Olib Ertunga ularning mashhur qag'ani edi. Tarixda bizga ma'lum bo'lgandek, Uyg'urlarning bir qismi Uyrat qabilleri Mong'oliyada yashagan chaqlarida Mong'ollashib ketgandek, saklarning bir qismi mo aralashib ketgan. Shu sababdan ba'zi olimlar saklarning tarixiga atrofliq inchikilab qaramasdan ularni Eron nasllik xalq deydigan ko'z qarashni olg'a surgan. Bu to'g'ri emas. Buningga bizning mushundoq asosimiz bor. Atta mundaq deb yozgan edi. Sikiflar, ya'ni saklar ne demakchi? Bilen türkler bir irqdir. Atta milodining 1-asrda o'tgan Roma tarixchisi. Tarixiy mazmundagi asarlarni o'qigan vaqtimda albatta mushu yilnomalarni ulab tushunish esimda saqlash sal qiyinga to'xtaydi. Ammo meningcha bu xildagi asarlarningki hech bo'lmaganda shu umumiy jarayonini bir aniq bilib olsaqmi cho'ng ish deb qarayman. Mana va'dam bo'yicha o'qib bermoqchi bo'lgan mazmunni hozirlarga sundim. Buningdan keyingi mazmun bo'rining to'tim qilinishi. Bu mazmunni ajoyib bir qiziqarli. Keyincha bir fursat bo'lgan vaqtida bu mazmunni o'qib hozirlarga sunaman. Ma'qul amsa kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, omon bo'laylik. Xayr xo'sh. Valala. Atraflarni ko'ramiz.